zudlik bilan 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight Cobalt avtomobili sotiladi. Mashinamizni bir qator sirtqi taraflarini ko'rib o'tsak bo'ladi. Yine hech qanday sarapinasi, bir kuzovunda detali hech narsa yo'q. Eng qizig'i mashinamizning ichki tarafida bo'ladi. Yine Bismillah. Qaranglar. Mashinamiz qop-qora bo'lib turibdi. Midnight 2025. Probaga e'tibor etsa 34 ming yurib turibdi. Yine. Keyin birinchidan Malibu rol ustanobchi qilingan originali. Yine ko'ringlar. Ikkinchidan Malibu bar ustanobchi qilingan. Uchinchidan Monza monitor deymizmi, BMW monitor deymizmi, monitor ustanobchi qilingan. Ajoyib bo'lib turibdi. Chexoli, foliki, hattoki linenumi salon laminatsiyasini ishlangan. Bosh balonlar tashalgan. Endi metanamiz sonab chiqilgan, bagaj tarafidan salon laminatsiyalari ishlangan. Mashinaning o'zini puldan keladigan bo'lsak, 155 million salonda bo'ladi. Egasi salonning ichine eng kamida 12 million so'm pul sarflab qo'yibdilar. Men kam aytganimda, salonning ichine 12 million so'm pul sarflanib turibdi. Salon laminatsiya hamma narsalarni aytganimizda. Plus balon qo'yilgan 15 oldu. Metan qo'yilgan 20 bo'ldi. Nomer qo'yilgan 25 oldu. Mashinamiz bahası 155 bo'lsa, 180 million so'mga tushib turibdi shu mashina egasine. Lekin biz sizlarga shu mashinani naqd pul bo'ladigan bo'lsa, 153 million so'mga berib beramiz. Like bosib berib qo'yaverasiz.